Mana ishni boshladik. Bekmurodov Jahongir Begishvolovning Kisimda sivarchi ishlaydi. Mangitda Machit ko'chasida turadi. Mana bu yerda ortga to'lqin ijod ko'rsatmoqda. Mana patologni qildik. Patsetkali bo'ladi. Har doimgidek. Endi mayak tortyapmiz. Mayak olib chiqaramiz. Ustaga ish qanday bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti. Hozir qayerda ishlayapmiz? Qamashning qaysi tumani, qaysi qishlog'idami? Farg'ona savxozi degan joyda ishlayotgan ekanmiz. Qashqadaryoda отделкаning kvadrati nechi pul bo'lyapti? Ustaga Rang berish, miksura ko'ylakdan bo'lyapti. Aboy-chi aboy? Aboy 70 ming so'm bo'lyapti. Yaxshi. Charchamang ustaga.